Sabah-Darmon klinikasiga o'zim murojaat qildim. Mana bu oshqozonni bariatrisk operatsiyasi bo'yicha kichraytirish masalasida Nizomiddin Asqar akamizga murojaat qildim. Ular analizlarni topshirishni buyurdilar. Bir hafta oldin analizlarni topshirdim. Yaxshi chiqqandan keyin haftasiga operatsiya qilishdi. Xudoga shukr yaxshiman. Allohga shukr hammasi joyida. Qarang, mana internetda bariatriya operatsiyalari bo'yicha har xil videolar chiqib ketdi, negativlar, boshqalar. Qo'rqmadingizmi o'shandan? Yo'q, qo'rqmadim. Chunki boshqa joylarga, organizmlarga ta'siri bo'ladi. Jigar, yurak, yog' bosishni boshladi-da o'sha. Qarasam 185 dan oshib ketamiz biz. O'shanga oldin olmasak bo'lmaydi deb o'zim xohish bilan kelib shuni oldirtirdim. Hammasi yaxshi, xudoga shukr. Sabah-Darmonni tavsiya qilaman. Bu mana bir hafta bo'lgan bo'lsa operatsiyamga. Xudo xolisa 7-8 kilo vес tashladim. Ancha yengil his qilyapman o'zimda. Ortiqcha hech anaqa yiringlash, mana ijtimoiy tarmoqlarda chiqib blogerlar gapirayotgan yiringlash, ana ortiqcha bosh og'riqlar bu yerda unaqa narsalar kuzatilmadi. Ishonch bor, kelsanglar bemalol doktorlar juda opitni, yaxshi vrachlarga uchraysizlar, normalniy. Hozir o'zimdan ancha yengil his qilib 10 kiloga yaqin vес tashladim bir hafta ichida. Endi xudo xolisa 1 yil davomida vesing tushadi deb doktorlar nazoratda etishdi. 95-100 kilo bo'lsam, shunda xudo xolisa joyiga keladi, normalniy bo'ladi.